olat sinishi degan diagnoz bor. Bunda o'sha bundan turgan olat ustiga chiqarib ko'proq nayezdniца bor, ustiga chiqarib oladi. O'shanda chiqib ketib tushayotganda qayilib ketishi mumkin. Chiqqan ovoz ishlatmaydi mana shunda. Qayladi, to'xtatadi aloqani, og'riq bo'ladi kuchli, ko'karadi, shishadi. Agar omad kelsa, juda katta bo'lmaydi ko'karish, ozgina bo'ladi. Omad kelmasa, shishib ketadi, borish kerak. Borganda olat uxlamay qoladi. O'sha ochib gematoma bo'lib qoladi, qon talashga otib ketaveradi qon. Ochib olish kerak bo'ladi. Shu chiqarib olish kerak qon. Bo'lmasa, u katta bo'lib shishadi. Keyin u nekroz bo'ladi, o'ladi, to'qimaladi. To'qimalar o'lsa, keyin buni uje polni tozalab operatsiya qilib tashlash kerak bo'ladi. Bunda uje olat turmaydigan qoladi. Ko'karadi, shishadi, ulgursa, muz qo'ysa, qaytish to'xtashi mumkin qon. Qo'ymasa, ko'payaveradi, shishaveradi atrof. Kesilmaganlarda murakkab, kesilganlarda osonroq. Kesilmaganlarda terni atrofi ko'p-ku. Osilib turadigan terisi ko'p-ku. O'shalarni ichigacha qon to'lib ketib qoladi-da. Qon talash hisobiga qottilashaveradi, qottilash yoniga o'sib ketaveradi.